Autolog transplantatsiya bizada hozir faqatgina ko'p sonli mielomada, ya'ni множественный mielomda qilinyapti. Bu nima degani? Bu bemorlarda ko'proq kuchli og'riq bilan suyaklarda, bo'g'imlarda. Bunaqa bemorlar ko'pincha nevrologga, neyroxirurgga va travmatologga murojaat qilib borishadi, lekin ularda lichinasidan keyin bemorlar effekt bo'lmagandan keyin bizga murojaat qilib kelishadi. Bizlar bemorni ko'rganda ularda umumiy qon tahlilidagi o'zgarishlarga qarab suyak ko'magi funksiyasi qilamiz. Suyak ko'magi funksiyasida bu bemorlarda plazmatik hujayralarning sonining oshib ketishi ko'rilgandan keyin biz bularga mieloma deb tashxis qo'yamiz va o'zini maxsus protokoli, ya'ni ximioterapiya dasturini boshlaymiz. 3-4 kursdan keyin autolog transplantatsiya uchun bemorni tayyorlashga kirgizamiz. Mahmudova Muzaffar. Og'ir ahvolda kelgan edim. Bellarimda og'riq bor edi. Qo'llarimda qandaydir qaro dog'lar bor edi. Nafas olishim qiyin edi. Hozircha yaxshiman, Xudoga shukrman. Yaxshi bo'ldim. O'zim yurayapman. Oldin yurishga, bu hojatga chiqishga qiynalardim. Hozir o'zimga o'zim bemalol yurib kelyapman. Nasib bo'lsa endi bu yoqqa ilik ko'chirishga o'tkaraman deyaptilar. Analizlarim hammasi yaxshi chiqdi. Shu chorshanba kuni keluvdim. Mana bir haftadan buyon nazoratdaman. Nasib bo'lsa yaxshi bo'lib ketaman.